guruhimiz a'zolari bilan Baxiy qabriston marmar qilmaganda bir xilda indamaslar olamini sayraydi. Ikkita narsa bor ekan, gapirmasdan nasihat qiladi degan. Rim. Ha? Gapirmasdan nasihat qilar ekan odamlarni yaxshilikka chorlab, yomonlikdan qaytar. Ikkinchisi qabristondagi mayitlar yoki mayit. U gapirmas ekan, ammo nasihat qilar ekanda. Ko'zingni och, solih amallarini ko'paytir. Sen ham bizni qatorimizga yaqinda qo'shilasan. Bir zot aytar ekanlar, qarang. Endi o'lsak, mana shu ko'rinib turganlarimizdan bittamiz o'lamiz dedilar uylarida. Uyda oilaning davrasida o'tirganlarida endi birontamiz o'ladigan bo'lsak, mana shu ko'rinib turganlarimizdan bittamiz o'lamiz dedi. Qarang. U odamni qarang, farzandlarini, oila a'zolari shu o'limga ham tayyorlab turar ekanda. Ertaga bexos o'lim bo'lib qolsa, qattiq tushkunlikka tushib ketmaslik uchun nimadir ekan? Endi o'ladirgan bo'lsak, shu ko'rinib turganlarimizdan bittamiz o'lamizdir ekan. Mana shu ikkitadan tosh qo'yilganlari ayollar ekan. Bittadan tosh qo'yilganlari erkaklar haqida.